Bu insonlarni aslida kim ekanligi har qanday odamni hayratga solishi aniq. Bular gey bo'lishiga qaramasdan ko'pchilik faqat orzu qiladigan shon-shuhratga erishishgan. George Michael. Britaniyalik mashhur qo'shiqchi George Michael san'atga endi qadam qo'ygan vaqtlarda asl basharasini yashirish uchun oshkorona qizlar bilan uchrashib, pinhona erkaklar bilan ko'ngilxushlik qilgan. Lekin 90-yillarning boshida Michaelning birinchi muhabbati braziliyalik dizayner Anselmo Filippa dunyodan ko'z yumgach, Michael aslida gey ekanligini ommaga oshkor etdi. Ian McKellen. O'ziklar hukmdori va X odamlar filmlari orqali barchaga taniqli bo'lgan 77 yoshli Ian McKellen 1988-yil gey ekanligini rasmiy e'lon qildi. Shuningdek, u Britaniyada geylar haq-huquqini himoya qilish harakatini yetakchisi va ramzi hisoblanadi. Ushbu rolik Universal.uz kanali bilan birga hamkorlikda tayyorlandi. Bu kanal o'zbek tilidagi eng qiziqarli kanallardan biri. Kanalga o'tuvchi ssilkani rolik ostida qoldiraman. Kanalga nazar tashlab, imkoni bo'lsa obuna bo'lishni unutmang. Wentworth Miller. Panjara ortida seriali bosh qahramoni Wentworth Miller 2013-yil gey ekanligini tan oldi. O'z qobiliyati bilan butun dunyo bo'ylab millionlab muxlis ko'nglidan joy olgan bu aktyor sirini oshkor etib, ko'pchilikni hayron qoldirdi va minglab qizlarning orzu hayollarini puchga chiqardi, desak adashmagan bo'lamiz. Tom Ford. Butun dunyoga mashhur dizayner Tom Ford Amerika va Yevropa qizlarini esdan og'diruvchi yulduz. Tom dizayner bo'lguniga qadar uzoq vaqt model bo'lib ishlagan va shu paytlarda qizlarga juda yoqishini tushunib yetgan. Lekin taqdirni qarangki, qizlar uni umuman qiziqtirmas edi. Tom 25 yoshida o'zidan 13 yosh katta bo'lgan jurnalist Richard Buckleyni uchratadi. Shundan buyon Tom va Richard ajralgani yo'q. Ular birga yashashadi va o'zlarini dunyodagi eng baxtli oila deb hisoblashadi. Neil Patrick Harris. Onangizni qanday uchratdim seriali bosh qahramoni Neil Harris 2006-yil jinsiy g'ayrioddiyligi haqidagi mishmishlarga javoban omma oldida aslida gey ekanligini tan oldi. 2011-yil New Yorkda bir xil jins vakillari turmush qurishi mumkinligi haqidagi qonun qabul qilinganidan so'ng Harris va uning yigiti David Bartka o'zlarining unashtirilganini rasmiy e'lon qilishdi. Geylar haqida hayratlanarli faktlar. – 2007-yil Amerikada va Yevropada o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, bitta gey butun hayoti davomida o'rtacha 220 ta erkak bilan jinsiy aloqada bo'lar ekan. 85% geylar bu natijani tasdiqlagan. Qolgan 15% esa 1000 tadan ortiq odam bilan jinsiy aloqa qilganini aytishgan. Buni qarangki, gomoseksualizm hayvonlar orasida odamlar orasidagidan ko'proq uchrar ekan. Masalan, qora lebedlar, delfinlar va jirafalar orasida geylari tez-tez uchrab turar ekan. Bu kulguli albatta, lekin bu fakt. Tinch okeanida joylashgan Samoa orolida bolalar ulg'aygach gey bo'lib yetishishi uchun yoshligidanoq xuddi qiz boladay tarbiyalanadi. Fafafina deb ataluvchi bu yoshlar qizlar kiyimini kiyib kosmetikadan foydalanishadi. Ulg'aygach esa boshqa kishilar farzandlari tarbiyasi bilan shug'ullanib, kechalari oddiy oilalarda yashovchi geylarni ko'nglini xushlash bilan band bo'lish ularni majburiyati sanaladi. Bu achinarli holat Samoa xalqida ajdodlar an'anasi deb hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo bo'ylab 20 ta davlatda bir xil jins vakillari turmush qurishi mumkinligi haqidagi qonun mavjud. Eng achinarlisi shundaki, bunday davlatlar soni yildan yilga ortib bormoqda.
Shu bilan rolik nihoyasiga yetadi. Bundan da qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.